2 xona 56 ming dollar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan o'chi bola. Shunda maktab yonida Sergeli Yangi hayot 9-hudud bo'lyapti. 7 qavatli binoning 7-qavati. 2 xona 55-56 kvadrat metr skvoznoy planirovka. Naqdga sotilgan holda uyimizning narxi 56 ming dollar bo'lyapti. Uyni ko'ramiz. Kirib olgan bo'lsa, bu koridorimizni skvoznoy planirovka, shamol aylanishi yaxshi kiraverishda 10 qo'lli kuxnyamiz bo'lyapti. Va tashqarida visячий balkon bor. Kuxni mebel. Tak, xolodilnik o'zini joyida qolyapti. Bu yerda mana bitta xonamiz. Bu yerda ham hamma jihozi o'zini joyida qolyapti. Okalar razdelniy sanuzel, o'zi 8-9-hududda kamdan kam skvoznoy planirovka. Aslan hamma oyna bir yoq tomonga qaragan bo'ladi va hojatxona ko'rishimiz mumkin. Kattalar yotoqxonasi bu yerdan faqat mana shu mebelni o'zini olib chiqib ketishi mumkin deyaptilar. Yana gaplashamiz deyishyapti. Qolgan barcha jihozi o'zini joyida qoladi. Uyimiz 9-hudud, 7 qavatli binoning 7-qavatida, g'ishli dom, skvoznoy planirovka. Faqat naqdga sotilgan holda narxini 56 ming dollar qo'ydik. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar.